Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Moskvadan Toshkentga mana navbatdagi avtobusimiz, уже ikkinchi avtobusimiz to'lmoqda. Ki bu anaroq aytganda to'lib bo'ldi. Uchinchi avtobusni ham posatkaga qo'ydik. Hozirgi kunda super darajada, ya'ni samolyotlar narxi kerakdan ortiq ko'tarilganligi uchun yo'lovchilarning hammaligiga hozirda mana avtobusni tanlab ketishmoqda. Shunday komfortabil, ishonchli avtobuslarga ketmoqchi bo'lsangiz, ishonchli nomerlar ekranda. Mana hozirda yo'lovchilardan suhbat olamiz. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Charchamasdan mana chig'anoq chiqarib ketyapsiz. Nima deysiz opajon avtobus haqida? Bergan pulingiz arziydimi? Aka, siz nima deysiz? Yaxshi, shunchalik sharoitda mana. Как положено, zo'r, joizga bergan pulingizga arziydiganmi, joiz? Aziz hamyurtlar, shunday komfortabillik, ideal sostavdagi avtobuslarga ketmoqchi bo'lsanglar, ishonchli nomerlar ekranda turibdi, bemalol murojaat qilinglar. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsam, yo'lda rasxod qilinadimi ushbu avtobuslarda degan aka-ukalarimizga qilinadi. Faqatgina migratsiya kartasini yo'qotganlar, registratsiyasi prasrochka bo'lganlar, patent qildirmaganlar, patent kuyib ketganlar. Ya'ni bitta gap bilan aytganda, dokumentida muammosi borlar rasxod qiladi. 3000 dan 6000 rublgacha. 300 rubldan tamojniy rasxodimiz bo'ladi, so'mkalarni tushirmaslikka. Boshqa hech qanday rasxod yo'q, faqatgina qornillarga nima deyishga rasxod qilasizlar xolos. Ishonchli nomerlar ekranda, kanalga obuna bo'ling, like, kommentariy ayting.